Assalomu alaykum. Men Abdulla Oripov nomidagi Ijod maktabi kimyo fani o'qituvchisi Shoimova Manzura bo'laman. Bugun biz sizlar bilan 7-sinf darsligi asosida amaliy mashg'ulot tajribasini ko'rib o'tamiz. Amaliy mashg'ulotimizning mavzusi fizik hodisalar, yod kristallarning sublimatlanishi va oltin gugurt flotatsiyasiga oid tajribalarni ko'rib o'tamiz. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning maqsadi oltin gugurt flotatsiyasi va yod kristallarining sublimatlanish jarayonlarini tajribalar asosida tushuntirish va hayotdagi fizik hodisalarni o'rganishdan iborat. Buning uchun kerak bo'ladigan bizga jihoz va reaktivlar. Bizga kerak bo'ladi laboratoriya shtativi halqali moslama bilan birgalikda va plastik tagliklar, o'lchov stakanlari, spirt lampasi, temir qoshiqcha, shpatel va shisha tayoqcha hamda reaktivlardan distillangan suv, yod kristallari va oltin gugurt kukunlari kerak bo'ladi. Fizik hodisalar haqida nazariy ma'lumot. Jarayonlarda moddalarning tarkibi o'zgarmasdan boradigan jarayonlar fizik hodisalar deyiladi. Fizik hodisalarga oltin gugurt flotatsiyasini misol qilib olamiz. Oltin gugurt flotatsiyasi bu tabiiy oltin gugurt rudalarining boyitishning asosiy usuli bo'lib, bu minerallarning suvda yomon ho'llanishi, ya'ni gidrofobligi va yuqori suzuvchanligiga asoslanadi. Bu flotatsiya usulidan oltin gugurt rudalarini minerallardan yuqori foizlarda ajratib olishga asoslanadi. Keling, sanoatda ushbu jarayonni tuzilmasini ko'rib o'tamiz. Demak, kollektorga oltin gugurt rudalari, albatta oltin gugurt bilan boshqa jinslar, ohaktosh, qum, boshqa qo'shimcha rudalar bo'lishi mumkin. Bu rudalarni biz reaktiv qo'shish kollektorda ko'pirtirgichlar bilan suvda havo yordamida oltin gugurt purkaladi va oltin gugurt bilamizki suvda erimaydi, ya'ni yuqori gidrofob modda hisoblanganligi uchun yuqori qatlamga sizib chiqadi va ya'ni yuqori suzuvchanlikka ega. Mana shu jarayonda demak oltin gugurtni rudalardan ajratib olish sanoatda keng qo'llaniladi. Keling, oltin gugurt flotatsiyasini biz amaliy mashg'ulotda ko'rib o'tamiz. Endi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi o'lchov stakaniga biz distillangan suvdan olamiz va stakanga distillangan suv quyib keraklicha distillangan suv quyib oldik. Endi oltin gugurt kukunlaridan suvga aralashtiramiz. Temir qoshiqcha yordamida. Ko'rabsizki, ushbu aralashmada oltin gugurt suv yuzasiga qalqib chiqib qoldi va suvda erimaydigan oltin gugurt hodisasi kuzatildi. Shisha tayoqcha bilan biz aralashmani aralashtirilganda oltin gugurt yuza qismida
qalqish davom etadi. Chunki oltin gugurt suvda erimaydi. Bunga sabab oltin gugurtning yuqori gidrofoblik xususiyati mavjud va qattiq moddaning suvda eritilganda cho'kma hosil bo'lish holati ham kuzatilishi kerak edi. Suvning zichligini biz bilamiz. 1 gram taqsim santimetr kubga teng. Oltin gugurtning zichligi esa 2 gram taqsim santimetrga ko'p. Demak, bizda qattiq modda oltin gugurt bunday holatda suv tubiga cho'kishi kerak edi, lekin u suv yuzasida qalqib chiqib qoldi. Ya'ni yuqori suzuvchanlikka ega. Bunga sabab bu moddaning suvda yomon ho'llanishidan dalolat beradi. Endi amaliy mashg'ulotimizning keyingi qismiga o'tamiz. Keyingi amaliy mashg'ulotimiz fizik hodisalarga oid yod kristallarining sublimatlanishini ko'rib o'tamiz. Keling, yod kristallarining sublimatlanishi haqida nazariy ma'lumotga ega bo'lamiz. Sublimatsiya bu nima? Sublimatsiya bu qattiq moddalarning suyuqlik sirtini aylanib o'tib, to'g'ridan-to'g'ri gaz yoki bug' holatga o'tish jarayoni sublimatlanish deyiladi. Bunday jarayon yod kristallarida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, bunday jarayonlarni quruq muz va naftalin moddalarida ham ko'rishimiz mumkin. Keling, keyingi tajribamizni boshlaymiz. Buning uchun stakanga biz keraklicha yod kristallardan olamiz. Yod kristallardan oldik va halqali tutqichga moslashtirib, asta-sekinlik bilan spirt lampamizdan foydalanamiz. Bilamizki, yod kristallari 50-60 haroratda sublimatsiyaga uchraydi. Ya'ni bug'lana boshlaydi. Bug'lanish binafsha rangdan to jigar rangga tomon bug'lana boshlaydi. Ushbu bug'lanishni biz yana qayta sovuq suvda qayta yod kristallarini yig'ib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Ushbu jarayon sublimatlanishga teskari bo'lgan jarayon desublimatlanish jarayoni deb nomlanadi. Ko'rib turibsiz, yod bug'lana boshladi. Bug'lanish binafsha rangdan jigar rangga tomon bug'lana boshladi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin idish tubida yana qayta yod kristallari yig'ila boshlaydi. Qizdirishni davom etamiz. Qizdirishni davom etganda, demak, yod bug'lanishi tezlashadi. Va muzdek suv saqlagan stakanimizda tubida bu sublimatsiyaga teskari bo'lgan jarayon desublimatlanishda yod kristallari qayta yig'ila boshlaydi. Ko'rib turibsiz, idish tubida yod kristallari yig'ila boshlagan. Xuddi ushbu tajriba asosida oppoq qog'oz yuza qismiga yod bug'larni qo'yganimizda, demak, noma'lum izlar ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Demak, oq qog'ozda noma'lum izlar paydo bo'la boshladi. Bugungi amaliy mashg'ulotimizdan xulosa shuki, oltin gugurt flotatsiyasi jarayonini biz amalda ko'rib o'tdik. Sublimatlanish jarayonlarini ham biz hayotda juda ko'p guvohi bo'lganmiz. Masalan, katta konsert zallarida, shohona restoranlarda taomlarni tortishda o'zgacha atmosfera beradigan dutunlar hamda shoularni ko'rganmiz. Demak, bu jarayonlar ham fizik hodisalarga misol bo'ladi. Bu aynan sublimatlanish jarayoniga misol qilib olamiz. Ya'ni quruq muzning yuqori haroratda qattiq holatdan bu holatga o'tish jarayonlari ham fizik hodisalarga misol bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.